Aynan men konserva yopaman desam, doim shunaqa bo'lishi kerak. Bodringlarni bo'laklarga bo'lib, muzdek suvga solib qo'yamiz. Pomidorlarni ham bo'laklab, cho'perda maydalab, qozonga 10-15 daqiqaga qaynashga qo'yib qo'yamiz va bu orada men sizlarga foydali ma'lumot bilan bo'lishmoqchiman. Ko'pchiligimiz bilamiz, xonada ko'rinmaydigan changlar juda ham ko'p bo'ladi. Lekin hamma texnika ham bu changlarni maromiga yetkazib tozalab bera olmaydi. Aynan Roboclean bilan ulardan xalos bo'lish juda ham osonroq. Havodiy changlarni tozalagandan keyin suvni kirini ko'ryapsizlarmi? 11 ta nasotkasi mavjud bo'lib, har birini o'zining vazifasi bor. Gilam tagidagi changlarni qoqib, hattoki o'zingiz yuvsangiz ham bo'ladi. Aynan shu funksiyasini bo'lsa xonaga yoqib qo'ysanglar, tog'ning toza havo atmosferasini beradi. Gilamlarni qoqib tozalagandan keyin chiqqan changlarni, kirlarni ko'ryapsizlarmi? Suvning loyqaligiga qarab bo'lmaydi. Aytgandek, mebellaringlarni ham bemalol tozalab olsanglar bo'ladi. Ishonarli bo'lishi uchun haligi tamatdan ham to'kib tozalab ko'rdik. Ko'rishingiz mumkin, gilam bir pasda dog'lardan xalos bo'ldi. Maqtadingiz, bu juda texnikani qatdan oson bo'ladi deb so'rayotganlarga belgilab qo'ygan profilimga murojaat qilishingiz mumkin. Konservamizga qaytadigan bo'lsak, bodringni va boshqa kerakli narsalarni ham sovolib, 5 daqiqa qaynatib, bemalol bankalarga joylab olsak bo'ladi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.